Hammaga salom qizlar, yaxshimisizlar? Bugun boshqacha formatda video oldim. O'zimni ozgina ko'rsatib, lekin hali kameradan ozgina uyalaman. Shunga ayblarni to'pmay ko'ringlar. Ertalabdan mastava pishirib qo'ydim. Uniga biron shirinlik qilishim kerak edi. Sut va tvorog topdim xolodilnikdan. Mana shu uyimda bor narsalardan vatrushka pishirdim. Avvaliga shiringina xamir qorib qo'ydim, dam olishga qo'ydim. Dam olgandan keyin aylanachalar uzib, ularni ham dam olishga qo'yib, tvorogga tabimizga ko'ra shakar qo'shib, bittagina tuxum bilan aralashtirib qo'yamiz. Shu bilan nachinkasi tayyor. Suzmani olib, ozgina suv bilan ezib, ichiga pomidor, bodring, ko'katlar, piyozchalar to'g'rab qo'ydim. Bu endi mastava bilan birga ichishga bo'ladi. Mastavamga ham guruchlarni solib qo'yib, yana qaynashga qo'yib qo'ydim. Ungacha sharikchalarim yaxshi dam olgandan keyin listga olib, mana shunaqa stakanni tagi bilan men ochib chiqdim. Qo'lim bilan ochgim kelmadi, bir xil bo'lmaydi deb. Keyin ichiga tvoroglarni solib, duxovkaga yubordim pishgani. Uyimizda ishlaydigan ustalarim uncha ham non yemaylar. Shuning uchun nonlarim faqat nobud bo'lib qoladi. Men ularni faqat suxari qilib yuraman, har xil qilib. Salatlarni, nonlarni olib borib berdim. Ovqatlarni ham chiroyli qilib suzdim. Orada vatrushkilarim ham qizarib pishib chiqdi. Bularni ham issiqligida olib borib berdim, choy bilan ichanlar deb. Suxarilarimni qizib turgan duxovkamga yubordim. Juda ham tez qizarib, tez pishadi, o'zi tayyor narsa. Keyin obed qilib bo'lganimizdan keyin hamma joyni yig'ishtirib, pastalarimni yuvganimdan keyin o'zimga issiqqina choy suzib, mazza qilib vatrushkilarimni yedim. Shu bilan obedim ham o'tdi.